Yo'q, men kiritishmadi, sababi galstugim yo'q edi. Shuning uchun kiritishmadi. Dars tayyorladingmi? Ma'ruzalarga qatnashdingmi? Adabiyotlarni o'qidingmi deb hech kim mendan so'ragani yo'q. Endi so'ramoqchiman, sizni shaxsiy fikringiz universitetlarni mana shunaqa o'zini tutishi to'g'rimi, noto'g'rimi? Formatsiya yo'qlarni, ya'ni kiritmaslik. Mani fikrim noto'g'ri. Nimaga? U chunki siz darsga kelganingizda kiyimingizga qarab e'tibor bermaydi-ku, bilimingizga qarashi kerak o'qituvchi masalan. Institutda birinchi o'rinda o'zini tartib qoidasi bor. Agar tartib qoidasida, uni qoidalarida forma kiyish shart desa, albatta forma kiyib kelish kerak talaba. Agarda yo'q, bo'veradi, xohlaganingizni kiyib kelinglar desa, misol uchun chet ellarda shunaqa. Hamma xohlaganini kiyib o'tiradi, o'ziga qulaylik u. Iloji boricha formada borish kerak. Kiyim unaqa juda ham katta rol o'ynashi kerak emas. Odam o'ziga qulay bo'lishi kerak o'qishga, har kuni kiyadigan qulay kiyim bo'lishi kerak. Formani talabalik payti kiymasa boshqa qaysi payt kiyadi? Uyda kiya olmaydi masalan. Shuning uchun formada. Ha, formadaman. Bu noto'g'ri deb o'ylayman. Birinchi o'rinda talabani bilimida ichki tartib qoidaga rioya qilish kerakmi? Yo'q, noto'g'ri. Forma haqida gapirilyapti-yu, asosiysi o'qishga kerak narsa, to'g'rimi? O'qishga kirgani yaxshi-ku, darsni o'qigani yaxshi. Bu yerda bitta galstuk taqmagani uchun qanaqadir ortiqcha narsa kerak emas. majburiy forma bo'lishi yaxshi bir tomondan, intizom bo'ladi. Talaba forma kiyish kerakmi, yo'qmi? Kerak, qaysidir ma'noda. Baribir masalan, universitetda o'qiyotgan odam davlat ishiga kiradi, boshqaga kiradi. Bu kerak bo'ladi, baribir. Agar o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam, universitetga forma, oq ko'ylak kiyish обязательно demayman, lekin skromni, klassikada kelish kerak. Jinsi shim, qanaqadir rangli kiyimlar kerak emas. Qanaqadir bayroqli emas, qanaqadir naqshli kiyimlar bo'ladi, ular kerak emas.